lekin unda kompyuter yo'q edi. Telefondagi Minecraft bo'lsa, Salom hamma, Minecraft o'ynayaptim hozir. Yangi versiyasiman. bugungi videoda men telefonda Minecraft o'ynaydiganlar uchun top 10 ta eng ajoyib, eng qiziqarli va eng foydali modlarni ko'rsatib o'tmayman. Chunki bu video Qunduz amakini ertaklari haqida. Qunduz amakining qisalari filmini namoyish etadi. Albatta bu hazil emas edi, chunki bu rostdan Qunduz amakining ertaklari haqidagi video. Qunduz amaki bu yoqda ekanlar. Bu modimiz bilan siz kristalik qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu mod sizga bloklar ortida va daraxtlar ortida qanday moblar turganini ko'rib turish imkonini beradi. Ushbu modimiz nafaqat hayvonlarni, balki o'yinchilarni ham ko'rsatib turadi va siz bemalol do'stingiz bilan o'ynayotganingizda bu modni ishlatsangiz bo'ladi. 9-o'rinni moblarga chiroyli animatsiya qo'shadigan modimiz egalladi. Bu mod Minecraftdagi deyarli barcha tirik hayvonlarga chiroyli animatsiya qo'shib beradi va bu modni o'rnatganingizdan keyin moblarning harakati yanada go'zal ko'rinadi. Endi jitillarni ursangiz, ular sizga ko'zini lo'q qilib qarab turmaydi. Keyingi o'rnimizni FPS modi egalladi. Bu mod Minecraftingiz necha FPS da ishlayotganini mana shunday sizga xalaq bermasdan chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Va bu modning boshqa foydali tomoni yo'q. Agar siz Minecraftdagi bir xil strukturadan charchagan va zerikkan bo'lsangiz, ushbu modimiz aynan siz uchun. Bu mod Minecraftingizga bir-biridan qiziqarli va ajoyib bo'lgan strukturalarni qo'shadi va bu strukturalarning ichida sizga kerak bo'ladigan nos yoki sizga kerak bo'ladigan har xil narsalar bo'ladi. Va bu mod bilan ham vijvaniya qilish yanada qiziqarli bo'ladi. Keyingi modimiz Mortal Kombat muxlislari uchun ayni muddao bo'ladi. Endi esa aytishingiz mumkin, bu mod o'zi menga nimaga kerak deb. To'g'risi, o'zim ham bilmayman nimaga kerakligini. Ushbu mod Minecraftga Mortal Kombatdagi barcha qahramonlarni qo'shadi va siz ular bilan o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda menga o'xshab zerikib ketadigan bo'lsangiz, ularni bir-birlari bilan mana shunday uyushtirib o'tirsangiz bo'ladi. Agar sizga Minecraftda qo'ylarni ko'paytirish joningizga tekkan bo'lsa, ana endi siz bemalol maymunlarni ko'paytirsangiz bo'ladi. Men hozir jiddiy gapirdim. Bu mod rostdan ham Minecraftga faqatgina maymunlarni qo'shibgina qolmay, turli-tuman hayvon va jonzotlarni qo'shadi. Agar siz ularni yaxshilab qarab chiqsangiz, uni ichidan sizni do'stingiz ham chiqishi mumkin. Va bu mod juda ham ajoyib ishlangan. Ayniqsa hayvonlarning ovoziga juda ham katta e'tibor berilgan. Xullas, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Siz bu mod bilan albatta o'ynab ko'rishingiz kerak. 4-o'rinda ko'pchiligingiz qidirgan deyolmayman, lekin juda ham qiziqarli bo'lgan samolyot modi. Bu modimiz o'yinga turli xil yog'och samolyotlarni qo'shadi va siz bu samolyotlarda mazza qilib uchib yursangiz bo'ladi. Shuningdek, bu modning eng yaxshi tomoni, siz uni buvangizning davridan qolgan telefonda ham ishlatsangiz bo'ladi va bu mod ham Minecraftingizni yanada qiziqarli qilishga yordam beradi. 3-o'rinda mening eng sevimli modlarimdan biri, ya'ni portal modi. Tushunib turganingizdek, bu mod bir joydan ikkinchi joyga bir zumda yetib borish imkonini beradi. Va bu moddan foydalanish ham juda ham oson. Modni ishga tushirganingizda sizga mana bunday ikki xil portal qurolini beradi. Birinchi yashil rangli portalni uyingizni oldiga qo'yib ketasiz. Ikkinchi ko'k rangli portalni esa xohlagan joyingizga qo'yasiz. Ana endi siz uyingizda bir zumda paydo bo'la olasiz. Lekin sizlarga bu moddan har doim ham foydalanishni maslahat bermayman. Chunki mana bularni ham olsam, uyimga bemalol ketsam bo'ladi. Bunaqa ertagigamni ko'rib, xotin ham hayron qolsa kerak. Uje yetarlicha qolmaydi, mana endi uyimizga ketsak bo'ladi. Let's go. Wow.
bir deganda uyimda paydo bo'lib qoldimi? Bo'ldi. O'zi ham hayron qolsa kerak meni bunaqa erta kelganimni ko'rib. Ish yo'q qo'y. Menimcha tepa qavatda bo'lsa kerak. Shunday. Yo'q, qara, men bugun erta keldim. Ikkinchi o'rinda har xil mebel, stol, stul va yana bir dunyo kompyuter jihozlar modi. Ushbu mod ham juda ham ajoyib ishlangan. Shaxsan o'zimga yoqadi. Ayniqsa bu mod videolar uchun juda ham kerak bo'ladi. Lekin bu mebellar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Modni ishga tushirganingizdan keyin sizga mana bunday bo'yoq beriladi. Siz bu bo'yoqni mana bu narsani ichiga solasiz va tayyor. Va nihoyat hammamiz kutgan birinchi o'rinda har xil qurol modi. Bu moddagi qurollar o'ta go'zal va tabiiy ishlangan. Ayniqsa bu qurollarni animatsiyalarga juda ham katta e'tibor berilgan. Umuman olganda bu mod bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'rishingizga arziydi va bu mod haqida ortiqcha gapirishni hojati yo'q deb o'ylayman. Bugungi video ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglargacha ko'rishguncha xayr. Do'stlar, sizlar videoda ko'rsatilgan modlarni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Ya'ni mana bunday qilib Azamat Boy pastizcha Minecraft yoki Minecraft ommaviy guruh bu. Kirasiz. Mana turli xil ko'plab odamlar bor. Hatto serverlarni topsangiz ham bo'ladi, har kuni o'ynaladigan. Sizlarga Telegram kanalimga kirishni maslahat beraman.